Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa va qurultayning bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin 10 ming nafar Uyg'urni Kanadaga yetkazib kelib yerlashtirish haqida Kanada parlamentiga sunilgan qonun loyihasining muzokara va ovozi qo'yilish yig'iniga kuzatuvchilik sifati bilan qatnashish. Shundaqli Kanada parlamentida bir qator uchrashuvlarda bo'lish maqsadida 28 yanvar kuni Germaniyaning Myunxen shahridan Kanadaning Montreal shahriga yetib kelib, Kanadadagi xizmat ziyoratini boshladi. Dolqun Aysa apandimning bu qatimki Kanada ziyoratini o'rinlashtirgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xti, mazkur tashkilotning program yetakchisi Qayim Masimov va Kanada parlamentining a'zosi Alex Brunel Dussep apandilar Dolqun Aysa bilan Zumratay Erkinni aerodromda qizg'inlik bilan kutib oldi. Kanada parlamentidagi 5 siyosiy partiyaning o'rtaq qo'llashiga erishgan 10 ming nafar Uyg'urni Kanadaga yetkazib kelib yerlashtirish haqidagi taklif loyihasi 1-oyning 30-kuni Kanada parlamentida muzokaraga qo'yiladi va 2-oyning 1-kuni rasmiy ovoz qo'yilib ma'qullikdan o'tkaziladi. Dolqun Aysa va Mehmet To'xti boshchiligidagi qurultay hay'ati muzokara va ovoz berish yig'inlariga kuzatuvchilik sifati bilan qatnashadi. Kanadaning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlarimiz mazkur qaror loyihasini qo'llagan parlament a'zolariga madad berish uchun 1-oyning 30-kuni va 2-oyning 1-kuni poytaxt Ottavadagi Kanada parlamentining oldiga to'planadi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari tarafidan 15 fevral Janvada o'tkaziladigan birlashma namoyishning vaqti Xitoy vakillari o'migining yig'in maydoniga keladigan vaqti ko'z tutilib 30 minut oldiga surildi. Namoyish janva vaqti 3dan burun soat 9:30 dan 13 ga qadar BDT iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqi komiteti joylashgan Janvadagi Palais Wilson sarayining oldida o'tkaziladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasi har qaysi ellardan namoyishga keladigan qarindoshlarimizdan namoyish maydoniga muddatdan burun kelib to'planishini talab qildi. Bu qatimki tarixiy ahamiyatga ega namoyishga berishni orzu qilgan qarindoshlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasi bilan yoki o'zlari turishlik davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan bevosita aloqa qilib tizimlashsa bo'ladi. Germaniyaning Myunxen va Yevropaning ba'zi shaharlaridan namoyishchilarni Janvaga ilib berish uchun maxsus avtobuslar kiralanadi. Qurultay markaziy ishxonasining bildirishicha, bu qatimqi namoyishga Yevropa sirtidagi davlatlarda yashayotgan ba'zi qarindoshlarimiz kelib qatnashadi. Navbatda Qurultay markaziy ishxonasi bilan Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari namoyishchilarni tizimlash, namoyishga zarur kerakli bo'lgan aslahalarni tayyorlash, namoyishchilarni Janvaga ilib boradigan avtobuslarni kiralash qatorliq tayyorlik xizmatlarini jiddiy ilib bormoqda. Uçurlardan ma'lum bo'lishicha, kasallik va ba'zi jiddiy sabablar bilan namoyishga berish imkoniyati bo'lmagan ba'zi pidokor qarindoshlarimiz avtobus kirasi uchun iqtisodiy yordamda bo'lishga boshlagan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlarining 15 fevral Janvada birlashma namoyish o'tkazish haqidagi o'rtaq qarori va bu vaqtdagi chaqiriqi har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Namoyish qarori e'lon qilingan 24 yanvar kunidan buyon Yevropadagi tashkilot rahbarlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz va qarindoshlarimiz bas-basda videoli qisqa chaqiriqlar e'lon qilib, o'zlarining namoyishga bo'lgan qo'llashini izhor qilib kelmoqda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Vatanda xalqimiz qirg'in qilinayotgan hozirgi paytda vatan sirtidagi bizlar inoq ittifoq bir yangdan bosh chiqarib bo'lgunchilikka va guruhvozlikqa yo'l qo'ymasdan Dunyo Uyg'ur qurultayi boshda vatan va millat uchun xizmat qilayotgan barcha tashkilotlarimiz uyushtirgan namoyishlarga to'liq qatnashib, Uyg'urlik va insonlik vazifamizni o'rindaylik. 15 fevralda Jenevada ko'rishaylik. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli Belgiya Uyg'ur jamoati. 2-oyning 15-kuni Jenevada bo'ladigan cho'ng namoyishga taklif. Ashada uchrashaylik. Vatan uchun, xalqimiz uchun Allah razı olsun. Rahmet. Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlarim. 2-oyning 15-i Shveysariyada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosining oldida faoliyat bo'lmoqchi. Xitoy Uyg'ur xalqi qilayotgan irqiy qirg'inchilikni yolg'onga chiqarish uchun o'zining 100 ga yaqin delegat va cho'moqchilarni akib ish qilmoqchi. Shu munosabat bilan
o'zini Uyg'ur deb hesaplaydigan barliq qarindoshlarni bu faoliyatga chaqiramiz. Millatimizga ega chiqayli. 15 fevralda Jenevada naq maydonda ko'rishayli. Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz 15 fevraldagi cho'ng namoyishda Jenevada ko'rishayli. 15 Jenevadagi cho'ng namoyishda ko'rishayli. Qarindoshlar 15 fevral Jenevadagi namoyishda ko'rishayli. Aziz Uyg'urum 2-ayning 15-i Jenevada ko'rishayli. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Bosh shtabi Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti 27 yanvar bayonot e'lon qilib, Volkswagenning bosh ijroiya direktori Oliver Blumdan Volkswagenning Urumchidagi zavodini taqashni, Uyg'ur majburiy amgaki bilan bo'lgan aloqasini uzishni talab qilgan. Mazkur bayonot Oliver Blum bu haftaning oxiri Xitoyda ziyorat bo'lgan xalqliq bir vaqtda e'lon qilingan. Bayonotda Oliver Blumning Volkswagenning ta'minlash zanjiridagi Uyg'ur majburiy amgaki to'g'risida so'z qilish kerakligi. Chunki mustaqil mufattish shirkatlarining Sharq Turkistonda tekshirish ilib berish mumkinchiligi yo'qligini bildirgan. Bayonotda ko'rsatilishicha, Volkswagen Sharq Turkistondagi jazo lageriga yaqin bo'lgan joyda avtomobil ishlab chiqarish zavodi bo'lgan birdan-bir chet el avtomobil shirkati ekan. Volkswagen o'zining Uyg'ur majburiy amgaki bilan chetishliqi borligini izchil rad qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin Angliyadagi Sheffield Hallam universitetining yaqinda e'lon qilgan bir dokladida Volkswagenni o'z ichiga olgan xalqaroliq cho'ng avtomobil shirkatlarining hammasining degidek Uyg'ur majburiy amgakiga chetishliq ekanligiga oid dalillarni ko'rsatgan edi. Bayonotda aytilishicha, Volkswagenning axloqiy mas'uliyatining bor bo'lishi faqat uning qorong'u o'tmish bor bo'lganligi uchun emas bo'lib, bu shirkat Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qartilgan irqiy qirg'inchilikdan bevosita yoki vositalik foyda olmasligi kerak ekan. Bayonotda Oliver Blumning jiddiy va izchil harakat qo'llanib Volkswagen ta'minlash zanjirining Uyg'ur majburiy amgakidan xoli bo'lishiga kapolatlik qilishi, uning burunqi Volkswagen bosh ijroiya direktori Herbert Deistek Xitoy davlatining Uyg'urlarga qarata sodir qilayotgan jinoyat mavjud emasdek harakat qilish xatoligini qayta sodir qilmaslikni talab qilgan. Herbert Deis ilgari qilgan so'zida Sharq Turkistonda bo'layotgan ishlardan xabari yo'qligini aytgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim yaqinda Anqaradagi Ovoz tadqiqot va strategiya markazida Sharq Turkistonda ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilik, uni to'sish uchun ilingan tadbirlar va ta'siri degan temada doklad berdi. Doklad berish yig'iniga parlament a'zosi Fahrettin Yo'qish apandi, ba'zi siyosiy partiyalarning, ommaviy tashkilotlarning rahbarlari, ziyolilar va Anqaradagi Uyg'urlardan bo'lib 100 nafarga yaqin kishi ishtirok qildi. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotganlarining hargizmi o'ydirim emasligini ta'kidlagan Ömer Qanat apandi dokladida Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyati to'g'risida misollar bilan ma'lumot berdi. Ömer Qanat apandim dokladida yana hozirgacha Amerikada va Uyg'urlar o'rtasida 3 qonun loyihasining ma'qullanganligini, buning Xitoyning jinoyatiga taqobil turib Uyg'urlarga ilib berilayotgan odam qilipidan chiqqan zulmini to'xtatishda unumli rol o'ynayotganligini ta'kidladi. Ömer Qanat apandi so'zida navbatda Amerikada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining oldini olish uchun muzokara qilinayotgan 4 qonun loyihasining mavjudligini, afsuski Turkiya qatorliq intayin oz sondagi musulmon davlatdan sirt boshqa ko'p sondagi musulmon davlatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida texnik sukut turayotganligini, hatto Xitoy hukumatining bu irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llayotganligini, shunga bu haqda Turkiya hukumatiga zo'r vazifa tushadiganligini, Turkiyaning musulmon davlatlarga bu haqda xizmat ishlash kerakligini o'ttirg'i qo'ydi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.